Master mashinamda o'ynab qoldim. Master bilan gaplashib qoldim. Xo'p, kechadan oldin kun master o'tib qoldi. Kechadan oldin kun rasminamda kechga ishladim. Bitta masterskoyda olib ketyapman. Yaxshi bo'lar ekan. O'zini ishini ustasi, o'zini ishini yaxshi ko'radigan bola. Gaplashib ketdik u bilan. U aytayapti, siz qanaqa maslar qo'yasiz mashinangizga? Qanaqa filtr qo'yasiz? Nima qanaqa obslujiat qilasiz? Men aytdim, eng arzondan boramanda, o'zimizning so'mda 500 mingga, 600 ming so'mga men maslar, filtr salonni, воздушный filtr kim mashinasi bor o'sha biladi buni nima haqida ketayotganini. Bilmaganlar Google qilib olinglar nima haqida gapirayotgan. Filtrni, salonni, anaqa motor filtrlarini almashtirishga общий сложности 4,5 ming rubl ishlatardim. Bu 600 ming so'm, 600 necha so'm, 620 ming so'm bilmayman qancha bo'lsa. Xo'p, o'shacha pul ishlatardim, keyin men mashinadan ko'p narsani kutardim. Yana men uni har kuni 12 soat 16 soat haydardim. O'ylaysizlarki, u mashina men yana bir 4 oy 5 oy shunaqa haydaganimda galchi yurardimi? Sinmasdan, buzilmasdan yurardimi? Albatta yo'q. Chunki eshakka yem bermasdan, otga yem bermasdan haydaversangiz, kurga sut haydaversangiz, u ham bir kun eshak ham yiqiladi bir kun. Shuning unga yem bermaganingiz uchun, ovqat bermaganingiz uchun, normallik kaloriyali ovqat bermaganingiz uchun eshak ham bir kun yiqiladi-da. U mashina, u texnika, uni kачественный narsa qilish kerakligini meni qilgan kelmaganda bir chetiga. Xo'p, buni gapni eshitgandan keyin kecha bordim, как раз man anaqa masal almashtirish kerak edi. O'z vaqti kelib qolgan mashinani probek kelgan, masal almashtiradigan. Men bormadim, vaqtim bo'lmay turdi. O'sha eski masterskoyga, avtoservisga borib, 4,5 mingga qo'yishga vaqtim bo'lmay turdi-da. Jalqa qilib turdim shu pulni ham. Chunki pul yo'q, har doim o'zimizda pul yo'q. O'ylaymiz shunday deb, keyin o'zimizda hech qachon pul bo'lmaydi, desangiz chiqaman. Biz o'ylaymiz, pulimiz yo'q, yetmayapti, pul yo'q deb aytaversak, pulni qayerdan biz? Xo'p, dalshi aytdi, menga tavsiya berdi, qanaqa masal qo'yish kerak, qanaqa filtr qo'yish kerak, originaldan qo'yish kerak, original masal qo'yish kerak deb menga tavsiya bergandan keyin men uni sразу o'zimga qabul qildim, kritikani o'zimga qabul qildim. Men ketmadim o'sha kuni 4,5 mingga qo'yadigan servisga. Menda pulim yo'q bo'lsa ham